Assalomu alaykum yaxshilar. Kimga nima kerak o'zi aytinglar. Mana bir kishilik qimmat Xitoy pastellar, adyollar, mana bunaqa yorvoraman naridan, matrasnik, letniy, tuya ko'rpa, mana bunaqasidan. Hop, adyollar mana bir kishilik mana ko'rpalar. Mana bir kishilik ko'rpalar. Kim bular mana adyollarimiz. Bular hammasi mana shular bir kishiliklar. Narxini aytamiz. Bularimiz 235 ming bir kishiliklar. Xuddi shular 2 kishiliklari mana 235 ming. Shu 650 minglik korobkali adyolimizni korobkasini olib qolyapmiz va nalichkasini olib qolyapmiz. 235 ming so'm qilib beryapmiz. Qovmalarimiz mana bir kishiliklarini hammasini beramiz 54 ming so'mdan, 2 kishiliklarini beramiz 84 ming so'mdan. Hop, bular ketyapti mana tuya ko'rpalarimiz 209 mingdan. Hop, ana letniy ko'rpalarimiz, bularimiz 90 mingdan. Keyin mana tuya qushligi, anaqaligi bor. Tuyasi bor, keyin oq qushligi bor. Mana bular hammasi. Bular o'zining mana bunaqa bepul sumkasi bilan. Bularda hammasini 100 ming so'm qilib berganmiz. 100 ming so'm. Bular 1,5 kishilik adyollar, aytib o'tildi, 135 ming. Bular hammasi o'sha 235 minglik 2 qavatlik zarli mana. Mana zarli 2 kishilik 2 qavatli. Xudo xolasa hammasi sotuvda, mana klientlarimizga hammasi bosib qo'yilgan. Chanel listlarmi, boshqami hammasidan bor, xudo xolasa. Sotuvda mana kishiliklarimiz ham mana har xil svetkalar qo'yib qo'yilgan. Mana shu yerdagilar hammasi. Bular korobkaga solib bunaqa ham qilib beradi. Keyin bunaqa yangilik narsamiz kelgan, Xitoydiki. Bularimiz Andijon filialida bor, Qo'qon filialida bor. Bularimiz narxi arzon, 149 mingdan. Bular ham hamma sotuvda. Mana kishiliklarimiz, 1 kishilik, 2 kishilik letniylar, to'ko'rpalar hammasi mana do'konda keng assortiment. Kimga nimalardir kerak bo'lsa, telefon qilib zakaz berasizlar. Hozir biz Andijondagi filialimizga yuklar tayyorlab turgan jarayondamiz. Azizlar, demak charchamanglar, barchaga omad.